31 oktyabr kuni oxirgi marotaba maktabda dars berdim. 4-noyabr men uchun alohida sana hisoblanadi. O'tgan yili mana shu kuni ishdan bo'shash bo'yicha ariza bergan edim. Mana 1 yil to'libdi. Xudoga shukr, kam bo'lgan yerimiz yo'q. Maktabda o'qituvchi chegaralanib qoladi. Shu o'qituvchilikni orqasidan faqat bir katta ishlarni amalga oshiraman deb ko'pchilik umrini o'tkazib yuboradi. Pensiyaga chiqqandan keyin ham 5 yil, 10 yillab sudralib yurishadi. Endi shundayki, inson pensiyaga chiqqandan keyin atrofga bir qarab, agar uni o'rnini egallayman deganlar bo'lmaydigan bo'lsa, marhamat, bemalol ishlayverish kerak. Kuch-quvvati yetsa, aql-zakovati, ruhiyati yetadigan bo'lsa ishlayversin. Hech kimga qarshi emasman. Lekin ko'ryapmiz, shu kun o'tkazish uchun borib kelayotganlar ham bor. Avlodlar almashish kerak. Men mana shunga rioya qildim. Endi Alloh nasib qildi, safarga otlanyapmiz. Alloh o'zi qo'llasin. Mana shu maktabdan ketganligimni 1 yillik munosabati bilan Allohning marhamati deb hisoblayman. Eson-omon, sog'-salomat borib kelaylik. Hammangizga yaxshi kunlar nasib etishini tilab qolaman.